Har kuni ertalab turib, badan tarbiya qilaman. Tong otishi bilan turib olaman. Keyin yuz-qo'limni yuvaman. Tishimni tozalayman. Hammasi har doimgidek. So'ng o'zimga nonushta tayyorlayman. Men loviyani yaxshi ko'raman. Rostdan ham yaxshi ko'raman. Aniqrog'i yaxshi ko'rib qoldim. Dadam va oyim sabzavotlar foydali deyishardi. Endi men ham shunday deb hisoblayman. Afsuski, ular konservalangan. Tushga yaqin kitob o'qishni boshlayman. Ko'p o'qiyman. Oyim doim yaxshi o'qituvchini kunduzi chiroq yoqib ham topolmaysan derdi. Ayniqsa hozir 2 soat shug'ullanib sayr qilish mumkin. Bizning ayvon katta. Ba'zida tomga chiqaman. U yerda yaxshi. Kunduzlari tushda hech qachon uxlamayman. Qishda bo'lsa umuman chiqmayman. Va hech qachon ko'chaga chiqmayman. Qachondir hammasi tugaydi va chiqishimga to'g'ri keladi. Avval ovqat tugaydi. Bu konservalar menga hali yana 1 yilga yetishi mumkin. Dadam shunday degan. Bir bankani bir kunga yetkazaman. Suv bilan esa muammo yo'q. Uni qanday yig'ishni o'rganib oldim. Bizda yomg'ir ko'p yog'adi. Tomda sayr qilasan, konserva yeysan, ota-onang qayerga qarayapti deb so'rashingiz mumkin. Ular menga hamisha qarashadi, pastda, ko'chada. Lekin men hech qachon pastga tushmayman. Buni oyim tayinlagan. Qanchalik xohlasang ham ko'chaga chiqma. Zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqma. Juda zarur bo'lsa faqat kunduzi chiq. Oyimdan shu so'zlarni eshitganimga ishongim kelmasdi. Biz bilan, shahar bilan shunday hodisa yuz berganiga ishona olmasdim. Mana men yolg'iz yashayapman. 7-qavatda. Qolgan butun olamdan berkinib yashayapman. Qotgan non va konservani deyarli 5 oydan beri yeyapman. Xayriyat, onam vitaminlarni to'plab qo'ygan. Hech bo'lmasa shu yetarli. Odatiy ovqatni juda sog'inganman. Bir bo'lak tort uchun qancha pul bo'lsa ham to'lardim. Faqat ular menda bo'lsa albatta. Oldinlari men tundan qo'rqardim. Ko'chadagi ovozlar, derazamdan tushayotgan yorug'ni kimdir ko'rib qolishidan qo'rqardim. Shuning uchun unga qalin parda osganman. Qishda qanday yashaysan deysizmi? Xonada otam yasagan kichkina pech bor. Mo'risi deraza tuynugidan tashqariga chiqib turibdi. Ko'mir va o'tin zina tarafda. Ba'zida esa qo'shni kvartiradagi taburetkalarni maydalab olib kelaman. Kechasi pechning yonida uxlayman. Hammasi yaxshi edi. Lekin bir kuni oziq-ovqat tugayotganini payqadim. 12 banka shaftoli qo'shilgan loviyali konserva. Do'kon omboriga borish kerak. Dadam yaqinimizdagi supermarketdan olib kelardi. Ko'chaga qaradim. Pastda hech kim yo'q edi. Butun qish davomida hech kimni ko'rmadim. Ular qayoqqadir g'oyib bo'lishgandi. Ko'chaga chiqish rejasini tuzdim. Yaxshiyam ko'chani 5 qo'limdek bilaman. Do'kon yaqinimizda, 600 qadam narida. Men tong otishidan oldin tayyorlana boshladim. Qo'llarim va oyoqlarimga qalin jurnallarni o'rab chiqdim. Xuddi kinolardagidek. Bu noqulay edi, lekin oz bo'lsa-da o'zimni xavfsiz sezardim. Qo'limga otamni bolg'asini olib, ryukzakimni taqib oldim. To'g'ri, ko'p olib kela olmayman, lekin 2 haftaga yetgulik g'amlashim mumkin. Yozda esa ovqat izlashga qiynalmasam kerak deb o'ylayman. Zina tarafga yo'l oldim. Atrof jimjit edi. Hovliga anchadan beri chiqmagandim. Yuragim dupurlab urardi. Elektr anchadan beri yo'q bo'lgani uchun podyezd eshigi berkitilmasdi.
Otam unga ilgich qistirib qo'ygandi. Men uni ochib, eshikni itardim. U ochilmadi. Tashqaridan nimadir tiralib qolgandi. Bor kuchim bilan itarib uni ochdim. Bu murda edi. To'g'ri menga tikilgancha yotardi. Ko'zlari allaqachon so'ngandi. Qimirlamasdi. Orqamga qaytsammikin deb ham o'yladim. Lekin chiqmasam ochdan o'lishim mumkin edi. Hovlida hech kim yo'q. Qayoqqa g'oyib bo'lishganini bilmasdim. Qish boshlanishi bilan ko'rinmay qolishgandi. Bilmadim, balki podvalga tushib olishgandir. Juda qo'rqardim. Asta, qo'rqa-pisa qadam tashlab do'konga yaqinlashdim. Anchadan beri tozalanmagan qor uyilib yotardi. Siniq derazadan oynalarni bosib, shovqin solmaslikka harakat qilib ichkariga kirdim. Ichkari qop-qorong'u, qor uyilib yotardi. Atrofimga qaradim. Qutilar bo'sh, hech nima yo'q edi. Nihoyat omborxona eshigini topdim. U yerdan yegulik topish ehtimoli katta edi. Eshik nima bilandir tiralib, tamballangan. Keyin esa uni ochib ichkariga kirdim. Katta polkalar qatoriga ko'zim tushdi. Ustilarda ko'p qutilar bor edi. Nima uchun ularni olib ketishmaganiga hayron edim. Men tezroq ryukzakimni konserva va tushenkalar bilan to'ldirishga harakat qildim. Yaroqlik muddatiga qarab ham o'tirmadim. Oyoqlarim qaltirardi. Tezroq uyga, xavfsiz joyga qaytishni istardim. Ryukzakimni to'ldirib chiqib, eshik tomon yo'l oldim. Shu payt kimdir oyog'imdan ushladi. Men bir ustimni ushlab yiqitib yubordim. U to'g'ri uning ustiga tushdi. Boshini maydalab yubordi. Mana nima uchun bu omborxona berkitilgan ekan. Bu yerda murdalardan biri qolgan ekan. Ryukzakni olib uyga chopdim. Eshigim oldida kimdir turardi. Fonar yorug'ida uning kimligini bildim. Bu mening dadam edi. Bu mening otam edi. U mening eshigim to'g'risida turardi. Yelkasida o'sha paytda taqib ketgan ryukzaki bor. Hammasi 3 oy oldin boshlangan. U bilan kompyuter oldida o'tirar edik. Eshik qattiq taqilladi. Yugurib borib ochdim. Eshik oldida nimadandir qattiq qo'rqib ketgan oyim turardi. U darrov eshikni qulfladi. Nima bo'ldi? Meni 2 g'alati kishi quvladi. Ulardan birining hamma yog'i qon, balki bo'yoqdir, bilmadim. Ulardan qochib pod'ezd eshigini yopdim. Politsiyani chaqirish kerak. Balki ular prankerlardir. Hozir ular butunlay aqldan ozgan. Shu payt ko'chada nimadir gumburladi. Hammamiz deraza oldiga yugurib bordik. Ko'chada tekis joyda avariya yuz bergandi. U yerda tushunarsiz hodisalar yuz berayotgandi. Keyingi 2 kun davomida biz hech qayoqqa chiqmadik. Televizorda odamlarga tashlanayotgan telba kishilarni ko'rsatishardi. Bu bizga Hindistondan kelgan yangi kasallik deyishdi. Odamlarni uyda o'tirishga chaqirishardi. Lekin oziq-ovqat ham tugab borardi. Qo'shnilarimiz ko'chaga chiqa boshlashdi. Ko'pchiligi qaytib kelmadi. Zararlanganlarning tishlab olishidan saqlanish kerakligini aytishardi. Odamlar ko'chada o'lib yotishardi. Kechqurun uyimizga qo'shnimiz Valeriya amaki keldi. Ular oshxonada otam bilan nimanidir uzoq muhokama qilishdi.
Ertasi kuni ular qayoqqadir ketishdi. Ular 3 soatdan keyin qaytib 3 korobka yegulik olib kelishdi. Konservalar va un. Shu tariqa ular bir necha marotaba olib kelishdi. Dadam 2 oyga yetib qolsa kerak deb aytdi. Bir haftadan keyin chiroq o'chdi. Keyin suv ham kelmay qoldi. Oziq-ovqat ko'p edi. Ular anchagina olib kelishgandi. Keyin Valeriya amaki ketib, qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Dadam uni qidirishga qaror qildi, faqat uyni atrofini qarab chiqishga va'da berdi. Oyim uni qo'yib yuborgisi kelmasdi. Lekin dadam so'zda turib oldi. U ertalab ketdi. Kun bo'yi biz deraza oldida turdik. Ba'zida balkonga ham chiqdik. Ammo ko'chada hech kim ko'rinmasdi. Hech qanday yangilik yo'q edi. Hech kim hech narsani bilmasdi. Nima uchun harbiylar kelib aholini evakuatsiya qilishmadi? Balki hech qanday harbiylar qolmagandir. Butunlay yolg'izdirmiz. Oradan 2 kun o'tdi. Onam kechalari menga sezdirmay yig'lab chiqardi. U zaruratsiz ko'chaga chiqma deb meni ogohlantira boshladi. Nima qayerda turganini ko'rsatardi. Bu meni xavotirga solardi, xuddi u meni yolg'iz qolishga tayyorlayotgandek edi. Keyin u kasallandi. Bu sharoitda kasallikni yenga olmasligini, bu yerda qolsa menga muammo tug'dirishini aytdi. Uning aytishicha o'liklar tirilarkan. Bu men uchun juda xavfli bo'larkan. Eshitganlarimga ishongim kelmasdi. Oyim bularni tez-tez takrorlardi. Oxirgi kunlarda u o'rnidan turmay yotdi. Ertalab men oyimni o'rnidan topmadim. Qanday qilib o'rnidan turib ketishga kuch topa oldi ekan? Bilmasdim. Qanday qilib shortik va futbolkada ko'chaga chiqib qolganimni anglolmay qoldim. Telbalarcha baqirib oyimni chaqirardim. Ovozimni eshitgan murdalar men tomonga yaqinlasha boshlashdi. Shundagina uyqudan uyg'onganday bo'ldim. Men o'zimga kelgan edim. Hozir meni bo'laklarga ajratib tashlashadi. Shu paytgacha ota-onam men uchun qilgan harakatlari chippakka chiqadi. Yugurib uyga kirdim. Hamma eshiklarni qulfladim. Yostiqni quchoqlab xo'ngirab yig'ladim. Oldin otamni yo'qotdim, endi oyimni ham. Ehtimol oyim ham o'sha yerda, murdalar orasidadir. Endi bo'lsa, dadam qarshimda turibdi. Nimaga u qaytib keldi? Bu yerga qanday kirdi? Demak, u hamisha shu yerda, podyezdda bo'lgan. Asta-sekin orqaga tisarildim. Avval otam bo'lgan kishi 7 qadam narida turardi. Hech nimani ko'rmayotganga o'xshardi. U nimanidir hidlamoqchidek boshini qimirlatardi. Joyidan qimirlamasdi. Ortimdan ham kelmadi. Men panaga o'tib uni chalg'itmoqchi bo'ldim. Chetga shisha bo'lagini uloqtirdim. Uning singan ovozi eshitildi. Murda menga yo'lni bo'shatib o'sha tarafga yurdi. Sekin yurib ichkariga kirdim. Eshikni mahkam berkitib unga tumbuchkani ham tirab qo'ydim. Boshim g'uvillardi. Ichimda bo'shliq. Juda sovuq edi. Kunduzi peshni yoqmaslik odatimga xilof ravishda isinish uchun unga 1-2 g'o'la tashladim. Keyin uxlab qoldim. Qattiq yo'talib uyg'ondim. Nafasim siqildi. Uy tutunga to'lgandi. Yonayotgan taxtalardan olov tafti kelardi. Mening kvartiram yonardi. Mening qal'am. Nima qilib qo'ydim? Olovni o'chirish qo'limdan kelmasdi. Shoshilinch ryukzakimni, kiyimlarimni va bir butilka suvni olib ko'chaga otildim. Podyezdda otamga duch kelib qolishni ham unutgandim. Lekin yo'limda u uchramadi.
Men pastdan qarab derazamdan qora tutun chiqayotganini ko'rdim. Kvartiram yonib bitdi. Barcha to'plangan oziq-ovqatlar, kiyim-kechaklarim, suv, kitoblarim ham yonib ketdi. Men endi yangi boshpana topib, hammasini boshidan boshlashim kerak. Qishning sovuq havosi ishni qiyinlashtirardi. Lekin bitta yaxshi tomoni murdalar yo'q edi. Balki mana bu uydagi bir kvartiraga joylashib olarman. Shu tariqa 20 daqiqa o'ylab turib, bu eng to'g'ri yo'l ekanligini angladim. Endi uyga qaytmoqchi bo'lganimda mashina ovozi eshitildi. Kimdir men tarafga kelardi. Keyin onamning odamlardan ehtiyot bo'lish kerak, ular tentak murdalardan xavfliroq degan gapini esladim. Yaqinimdagi garajga yashirindim. Yo'lda ko'kimtir UAZik paydo bo'ldi. Bu odamlar kvartiramdan chiqayotgan tutunni ko'rib, nima gapligini bilish uchun kelishgan ko'rinadi. Mashina to'xtadi. U biroz turdi. Keyin undan qurol ushlagan soqolli kishi tushib keldi. U atrofni kuzatdi. So'ng tutun chiqayotgan derazaga qaradi. Undan keyin mashinadan yoshroq bir kishi tushdi. Nima deb o'ylaysan? Men, agar sen ishni bekitmasang, bizning bir haftalik yemishimiz hozir qochib ketadi deb o'ylayman. Nima? Ularda go'sht bormi? Qandaydir hayvon bo'lsa kerak. Ammo men hech qanday hayvonning ovozini eshitmadim. Kechirasan, Lyoxa, men hozir shuni aytib u eshikka yaqinlashayotganida eshik birdan ochilib, uning yuziga urildi. UAZikdan bir yigitcha tushib qocha boshladi. Uning og'zi yopilgan, qo'li bog'langandi. U to'g'ri men tarafga yugurardi. O'q ovozi eshitildi. Yigitcha men yashiringan garajdan 2 metr narida yiqildi. Ular uni o'ldirishdimi? Nima uchun? Qo'rqib yanada panaroqqa yashirindim. Tentak, eshikni yop degandim-ku. Shundoq ham vaqtimiz oz. U bilan shug'ullan. Men borib mana bu uyni tekshiraman. Nima yonganini aniqlayman. Lyoxa, kechir. Doim qon tushirasan. Ular bu yigitni keyin yeyish uchun o'ldirishdimi? Ey Xudo, kattasi hech nima bo'lmagandek mening uyim tomon ketdi. Boshqasi o'lik yonida qoldi. Katta pichog'ini chiqardi. Ular odam go'shtidan yegulik tayyorlashardi. Men bu vahshiylikni ko'rmaslik uchun ko'zlarimni yumib oldim. Ryukzakimga o'tirib, tizzamni quchoqlab yig'ladim. Keyin yana uyquga ketganimni sezmay qoldim. Qorong'u tushganda uyg'ondim. Sovuqdan deyarli muzlab qolgandim. Qaltirab tishlarimni taqirlatardim. Barmoqlarim o'zimga bo'ysunmasdi. Mashina haliyam joyida turardi. Bu yerda qolish o'z-o'zingni o'ldirish bilan barobar edi. Men boshpana topib isinib olishim kerak edi. Qiziq, ular nimaga tunda navbatchilik qilishmayapti? Xavfsiz ekanliklariga ishonchlari komil shekilli. Men panadan chiqib bir vaqtlar kirgan do'kon tomon yugurdim. Nima bo'lganda ham o'z uyimga qaytib, u yerdan boshqa kvartira topishga qaror qilgandim. Bu shaharda yolg'iz kezib yurishdan xavfsizroq albatta. Do'konga kirishdan oldin atrofga quloq soldim. Jimjitlik, sukunat, hech kim yo'q edi. Men polka yordamida majaqlagan murda qimirlamay yotardi. Ombor ichida chang bosgan yopinchiq topib oldim. Kirish eshigidan uzoqroqdagi polka ustiga chiqib, boyagi adyolni yopinib oldim. Uxlab qoldim. Qattiq zarbadan uyg'onib ketdim. Yerda yotardim. Nahotki polkadan yiqilgan bo'lsam. Qalaysan, kichkina? Huzur uyg'otib yubordik. Poylash yaxshi emas. Ne?
O'zingga keldingmi? O'lib qoldingmi deb o'ylagandim. Bir og'iz aytsang bo'ldi, uni chavaqlab tashlayman. Ovozingni o'chir. Yeguligimiz shundoq ham yetarli. Boshim g'ovullardi. Og'zimdan qon ta'mi kelardi. Bir ko'zim hech nimani ko'rmasdi. U zarbadan shishib ketgandi. Kimsan? Shunday yosh bola turib bizni poylashga qaror qildingmi? Ota-onang qayerda bolakay? Senga o'xshaganlarni nima qilishimizni bilasanmi? Ovozingni o'chir. Allaqachon bilsa kerak. Garajda sen o'tirganmiding? Hammasini ko'rdingmi? Ertalab shamollagani chiqqanimda izlaringni ko'rib qoldim. Shu tariqa seni topdik. Iz qoldiribman. Nega oldin xayolimga kelmadi? Shu xatoyim tufayli endi tamom bo'laman. Keyin men yoshrog'iga e'tibor berdim. U o'rnidan turmay, nuqul oyog'ini qashlardi. Hoy sen, pastga tushur. Shuncha vaqt yo'qotdik. Lekin sherigi uni eshitmaganday joyidan qimirlamasdi. Hoy sen, qulog'ing tom bitdimi? Bu yoqqa kel. Ha, mayli. Bolakayni o'zim yeshaman. Keyin sen bilan hisoblashaman. U men osilib turgan arqonni kesdi. Pastga quladim. Men darrov qaddimni rostladim. Chunki beton juda sovuq edi. Axir kurtkam ham yo'q. Bittagina futbolkada edim. Shu yerda o'tir. Ana u bilan gaplashib olib, keyin yoningga qaytaman. Uning sherigini ombordagi boyagi murda tishlagan shekilli. Kattasidan yashirgan. Boshqa taxmini yo'q edi. Menda qochib qolish uchun imkon tug'ildi. Qani, tur. Ha, nima qilyapsan? Ular bir-birini o'ldirishdi. Tezroq bu yerdan ketish kerak. Juda holsiz edim, lekin bu yerda qolib bo'lmasdi. Men kiyimlarimni va ryukzaklarimni topdim. Undagi yeguliklarni olishibdi. Chiqish yo'lini qidira boshladim. Bu qandaydir yer osti inshooti edi. Mashinalar qo'yiladigan joyga o'xshardi. Kirish-chiqish berkilib qolgandi. Zinadan ko'tarildim. Tashqariga chiqib shaharning butunlay boshqa rayonida ekanimni bildim. Men chamamda uyimdan kamida 10 kilometr uzoqlikda edim. Uyimgacha oldimda uzun va qo'rqinchli yo'l turardi. Ko'chada hech kim yo'q edi. Sekin yurib ketdim. 30 daqiqacha odimladim. Keyin boshim aylandi. Miyam chayqalgan bo'lsa kerak. Qorga yiqilib hushimdan ketdim. Tanam isib uyg'ondim. Qandaydir xonada yotardim. Nima? Meni yana ushlab olishdimi? 8 yoshlardagi qizcha menga qarab turardi. Qayerga kelib qolganimni bilmasdim. Oyi, bola o'ziga keldi. Kimsizlar? Kanniballarmisiz? Qo'yib yuboringlar meni. Oyi, kanniballar kim? Xonaga bir ayol kirib keldi. Bu qizchaning onasi bo'lsa kerak. O'zingga keldingmi? Qo'rqma, bizlar yaxshi odamlarmiz. Oyi, u bizlarni kanniballar deyapti. Yana qadam tovushlari eshitildi. Qalay, yaxshimisan? Qorning och bo'lsa kerak, dedi kirib kelgan erkak. Mening ismim Andrey. Bu xotinim Mariya va Elza.
Ko'rib turganingdek biz 3tamiz. Kannibal emasmiz. O'zingni o'nglab olgan bo'lsang, stol atrofida o'tirib ovqatlanamiz. Hammasini gapirib berasan. Ular 3 xonali kvartirada yashashar ekan. Bunday sharoitda bu katta gap. Axir uyni o'zing isitishing kerak. Juda och edim, shuning uchun darrov stol yoniga bordim. Kartoshka va boshqa sabzavotlarning yoqimli hidi taralardi. Boshimdagi bog'ichni yechib kursiga o'tirdim. Kechirasan, bizda go'sht yo'q. Odamlarni ham yemaymiz. Ular kulib yuborishdi. Xijolat bo'ldim. O'tin olib kelish uchun chiqqanimda qorda qimirlamay yotganingni ko'rib qoldim. Oldiniga ana bu murdalardan biri bo'lsang kerak deb o'yladim. Lekin sen nafas olarding. Tishlangan joying bor yoki yo'qligini tekshirib ko'rdim. Ko'tarib kelayotganimda meni tishlab olmasmikin deb. Tun bo'yi, keyin kun davomida qimirlamay yotding. Mana kechqurun uyg'onding. Senga nima bo'ldi? Hamma yog'ing ko'karib ketibdi. Ularga boshimdan kechirganlarimni so'zlab berdim. Ota-onamni qanday yo'qotganimni, oldin dadamni, keyin oyimni. Butunlay yolg'iz qolganimni, ochlik bilan qanday kurashganimni, yaqindagi do'konlarga chopganimni, ahmoqligim tufayli kvartiram yonib ketganini, notanish kishilarni uchratganimni, ular odamxo'rlar bo'lib chiqqanini, ular meni ushlab olishganini, ulardan qanday qutulganimni. Hikoyamni eshitgan ayol shu yerda butunlay qolishni taklif qildi. Oilamiz a'zosi bo'lasan. Xohlasang mening o'g'lim Elzaga aka bo'lasan. Shu payt oila boshlig'i tilga kirdi. Nima qilishni o'zing hal qil. Ko'chada yolg'iz yurishing xavfli, lekin yana o'zing bilasan. Men yolg'iz qolishni xohlardim. Yolg'iz yashashga o'rganib qolgandim. Ulardan jarohatlarim tuzalguncha bir necha kun qolsam bo'ladimi deb so'radim. Ular rozi bo'lishdi. Ovqatlanib bo'lganimizdan so'ng Elza menga kvartirasini ko'rsatdi. Kvartira kattagina edi, lekin oshxonaga qo'shilib ketgan birgina xona isitilarkan. Boshqa xonalar hammasi berk edi. Elza menga oilaviy fotoalbomni ko'rsatdi. Mana baliq ovidagi surat. Men suvga yiqilganman. Bu kim? Bu ukam Mark. U qayerda? Unga nima bo'lgan? Oldiniga biz hammasini jiddiy deb o'ylamadik. Odamlarga tashlanib tishlaydigan telbalar haqidagi gap so'zlarga e'tibor bermadik. Oilamiz bilan savdo markaziga borgandik. Mark bizdan biroz orqada qoldi. U o'yinchoqlar bo'limida ushlanib qolgandi. Birdan uning yig'lagan ovozi eshitildi. Kutilmaganda xonaga oila boshlig'i kirib keldi. Yotadigan payt bo'lganini aytib, barcha chiroqlarni o'chirdi. Kechasi bilan g'alati tovushlarni eshitdim. Xuddiki devor ortida kimdir yurayotgandek. Ammo qattiq charchaganim uchun uxlab qoldim. Ertalab uyg'onganimda xonada faqat Elza bor edi. U kitob ochqilab o'tirardi. Tunda devor ortidan shovqin eshitildi. Nima edi u? Sen eshitmadingmi? Kalamushlar bo'lsa kerak. Qanaqa kalamushlar? Bu xona juda sovuq-ku. Kalamushlar. Shubhasiz kalamushlar. Bahslashib o'tirmadim. Balki u yerda oziq-ovqat saqlashayotgandir. Shunga sichqonlar kelishgandir. Lekin men qadam tovushlarini eshitdim-ku. Dahlizga chiqdim. Kattalar yo'qligidan foydalanib o'sha xonaga yaqinlashdim. Eshigi qulflangan ekan. Tortib itarib ko'rdim. Ochilmadi. Keyin eshik tirqishidan qaradim. U yerda kichkina bolakay tizzalarini quchoqlab o'tirardi. Kichkina bolani qamab qo'yishibdimi? Dahlizdan qadam tovushlari eshitildi.
Bu ishga yaqinlashma deyilgandi-ku senga. Uni nega qamab qo'yibsizlar? U yerda muzlab qoladi-ku. Bu o'g'lim Mark. Endi u odam emas. Men yana tirqishdan qaradim. Menga kichkina murda qarab turardi. Men uni anavilarga bermayman. U mening o'g'lim va shunday bo'lib qoladi. Shaharni tark etganimga 1 oy bo'ldi. Yozda murdalar kam bo'ladigan o'rmon yaqinida yashashga qaror qildim. Balki qachondir yana shaharga qaytarman. Axir bu yerda yegulik oz. Yolg'iz yashashga o'rganib qolganman. Men shahardan ketdim. U yerda yuradigan murdalar ko'p. Hatto qishda ham. Yomon odamlar ham ko'p. Juda yomon odamlar. Soqolli oila boshlig'i qolishni istamasam ketishim mumkinligini aytgandi. Ular ketishimdan oldin choy ichishni taklif qilishdi. Choyni ichib, qayerga ketsang ketaver. Men o'zi allaqachon bu yerdan ketishga qaror qilgandim. Lekin choyni rad qilmadim. Bekor qilgan ekanman. Qayerdaman o'zi? Nima? Nimaga hamma yog'im og'riyapti? Nega uxlayapman? Mening qo'lim. Bu telba choyimga nimadir qo'shib berib panjamni kesib olibdi. Hammasini tushundim. U zombi o'g'lini meni a'zolarim bilan boqishga qaror qilibdi. Hozir bolasi mening qo'limni yeyayotgan bo'lsa kerak. Devor ortidan kimlardir baland ovozda suhbatlasha boshlashdi. U baribir o'ladi. Bu yerdan ketsa baribir tamom bo'ladi. O'zi ko'pi bilan 13 yoshda. Yaxshisi men uni Markka yediraman. Nimalar deyapsan, Andrey? Axir u tirik jon, kimningdir farzandi. Xuddi bizning Markka o'xshab. Ovozingni o'chir, yo'qsa shu bolaga qo'shib sen ham yediraman. Bu yer biroz tinch. Murdalar ko'rinmaydi. Yomon odamlarni uchratib qolish ehtimoli ham kam. To'g'ri, bu yerda ko'p yashay olmayman. Otishni ham hali yaxshi bilmayman. Patronlarim ham ko'p emas. 1 haftadan keyin boshqa joyga ketishim kerak. Hozircha bu yerda meni hech kim bezovta qilmayapti. Ertami kechmi baribir yana shaharga qaytishim kerak. U yerda yegulik topish mumkin. Hoy, bu yerdan ketishing kerak. Hoziroq qoch, bo'lmasa u seni o'ldiradi. Sizlarchi? U bizga tegmaydi, lekin sen qochishing kerak. Ayol menga aptechka, kiyimlarimni, ryukzagimni va biroz yeguliklar berdi. 1 soatdan keyin men ko'chada ketib borardim. Soat ertalabki 6 edi. Qo'lim qattiq og'rirdi. Qandaydir eski sport zalda to'xtadim. Aptechkada og'riqsizlantiruvchi dorilar, antibiotiklar bor ekan. Umid qilamanki, u xotini bilan qiziga tegmaydi. Eshik ortidan nimadir shitirladi. Bu mushuk edi. Shunchaki mushuk emas, yarmi yo'q murda mushuk. U oldingi oyoqlariga tayanib sudiralardi. U menga qarab irilardi. Bu yerda yana kimdir bor edi. Qadam tovushlari eshitildi. Pol g'ichirladi. Temir shkaflarning biriga yashirindim. Murda mushukni quvlab ketdi. Ochlikdan es-hushlarini yo'qotib, bir-birlarini yeya boshlashgan ko'rinadi. Bahor kelishi bilan shahardan ketishga qaror qildim. Havo ilishi bilan podvallardan qolgan murdalar ham chiqib kelishadi. Bu yer do'zaxga aylanadi.
Yozda uvazikda qo'nim topgunimcha qishning qolgan qismini va ilk bahorni kinoteatr binosida o'tkazdim. Endilikda men bu yerda deyarli 1 oydan beri yashayapman. Lekin och murdalar yemish qidirib bu yerlarga ham kelishlarini ko'nglim sezardi. Bahorgacha kinoteatr binosida yashaganimda ko'pgina qo'rqinchli voqealarga duch keldim. Bir kuni tunda vahimali uvillash ovozlarini eshitdim. Tovush chiqarmaslikka harakat qilib, yana qanday baloga duch kelganimni bilish uchun deraza oldiga keldim. Bu daydi itlar to'dasi edi. Shunchaki itlar emas, zombi itlar. Ba'zilarining yungi va terisi yo'q edi. Qorong'uda ularning tishlari yaltillar, ko'zlari esa sariq rangda miltillardi. Shu itlar tufayli boshpanamdan 3 kun chiqa olmadim. Ular meni ko'rishmasa-da, borligimni sezishardi. Suv tugadi. Ular hamon ketishmagandi. Itlar hurib o'zlaridan ham dahshatli nimanidir chaqirishlaridan qo'rqib zinaga ham chiqmasdim. Ammo bir kuni itlar g'oyib bo'lishdi. Qayerga yo'qolishdi bu la'natilar? Deraza oldida yana biroz turdim. Lekin hamon hech nima ko'rinmasdi. Suv olib kelish uchun borish kerak. Men suvni ro'paradagi uy podvalidan olardim. Haliyam u yerda kran ishlayotgani ajablanarli edi. Men 2 ta katta butilkani olib ko'chaga chiqdim. Qo'limda uchiga mixlar qoqilgan tayoqni ushlab olgandim. Buni men qaysidir o'yinda ko'rganman. Xudoga shukr, bu zombi itlar hech qayerda ko'rinmasdi. Podval eshigi oldiga keldim. Suv krani pastda, zina yonida edi. Shu yerdan u yog'iga o'tmasdim. U tarafda qo'rqinchli sukunat hukmron edi. Idishlarni tezroq to'ldirib olishni istardim. Ketishga chog'langanimda eshik oldida kinoteatr yonida yurgan mahluqlardan birini ko'rdim. Beixtiyor orqaga tisarildim. Ortimda qop-qorong'u podval turardi. Boshqa payt bo'lganda o'lsam ham u yerga kirmasdim. Lekin hozir boshqa ilojim yo'q edi. Orqamdan kelayotgan itning qadam tovushlari va irillashlari eshitilardi. Ammo keyin birdan jimlik cho'kdi. Faqat o'zimning qadam tovushlarimni eshitardim. Qorong'uda oyog'im ostida nimalar borligi ko'rinmasdi. Bir payt oyog'im qandaydir yumshoq narsaga urildi. Nima bu? Yerda nimadir yotardi. Nafas chiqarmay turdim. Ko'zlarim asta-sekin qorong'ulikka ko'nika boshladi. Gugurt yoqdim. Bu murdalar uyumi edi. Ular bir-birining ustida taxlanib yotardi. Bu kattagina inshoot bo'lib, atrofim murdalardan iborat uyumlar bilan to'la edi. Men ularning qishlash joyi markazida edim. Ulardan biri boshini ko'tardi. Murda to'g'ri menga tikilib turardi. Shu payt boshqalari ham ko'zlarini ocha boshlashdi. Ular mening shu yerdaligimni bilib turishardi. Orqaga tisarila boshladim. Nimagadir qoqilib yiqildim va allaqanday qora ko'lmak ustiga tushdim. O'rnimdan turishga urindim, lekin uddalay olmadim. Juda sirpanchiq edi. Qo'l-oyoqlarim beton ustida sirpanardi. Bir amallab orqaga emaklab devorga qadalib qoldim. Murdalar atrofimni o'rab olishdi. Tamom bo'ldim deb o'yladim. Yuzimni qo'llarim bilan berkitib, bundan ham battarrog'ini kuta boshladim. Murdalar yonginamda turishardi, lekin hujum qilishmadi.
Balki allaqachon meni bo'laklarga ajratib tashlashgandir. O'zim buni sezmayotgandirman. Yo'q, men hali tirik edim. Hamma yoq jimjit bo'lib qoldi. Ba'zi murdalar yerda yotishar, boshqalar qimirlamay turishardi. Ulardan ajralib chiqqan suyuqlikka botdim shekilli, shuning uchun meni o'zlaridan biri deb qabul qilishgandir. Suyuqlik juda sassiq edi. Lekin u mening hayotimni saqlab qolgandi. Chiqish eshigi oldiga kelganimda itlarning ovozi eshitilmadi. Suv solingan idishlarim joyida turardi. Ularni olib sekin ko'chaga chiqdim. Itlar meni kelgan yo'limda kutib turishganidan xavfsirab, boshpanamga boshqa yo'ldan borishga qaror qildim. Qorong'u tushgandi. Boshpanamga yetib borishga ulgurmasdim. Shuning uchun tunash uchun joy topishim kerak edi. Yaqinimda bir bino turardi. Uning eshigini itardim, lekin ochilmadi. Derazadan ichkariga kirdim. U yerda eshikka nima tiralib turganini ko'rdim. Bu qotib qolgan ayol jasadi edi. Gavdasi eshikka qadalib qolgandi. Yonida kolyaska turardi. Murdalardan qochib shu yerda jon saqlamoqchi bo'lishgan ko'rinadi. Bu yerda o'z ajallarini topishgan. Nimalarni boshlaridan kechirganlarini tasavvur qilish qiyin. Xonani ko'zdan kechirib, qolgan eshiklarni va derazalarni berkitib uxlash uchun joy topib yotdim. Bugun boshimdan kechirganlarimni ko'z oldimdan o'tkazdim. Nima uchun ular bir-birlarini ustiga qalashib uxlashyapti? Qishlashyaptimi? Unda nima uchun hayvonlar ko'chada chopib yurishibdi? Hayotimni saqlab qolgan men botgan suyuqlik nima edi? Keyin go'dagini himoya qilmoqchi bo'lgan bu ayol haqida o'yladim. Shu payt qandaydir ovoz eshitildi. Bu xonada mendan tashqari yana kimdir bor edi. Kolyaska qimirladi. Agar menga 6 oydan so'ng shaharda yolg'iz o'zing qolasan, kolyaskadagi zombi chaqaloq bilan bir xonada tunaysan deyishsa, qotib kulgan bo'lardim. Lekin bu real voqelik edi. Hammasi haqiqatdan ham yuz berayotgandi. Men shahardan ketdim, chunki bu yerda xavfsizroq bo'ladi deb o'ylagandim. Bahor kelib havo qiziy boshlagach, murdalar qishlagan joylardan chiqa boshlashdi. Kundan kunga ularning soni ortib borardi. Bir kuni shaharni tark etishim kerakligini tushundim. Yoz kelgunicha ketmasam, umuman shu xonadan chiqa olmay qolishim mumkin. Bor oziq-ovqatimni, suv, gugurt, arqon, pichoq va boshqa menga asqotib qolishi mumkin bo'lgan hamma narsani oldim. Murdalar ko'p bo'ladigan joydan uzoqroqqa ketishim kerak edi. Dachalar posyolkasiga borsam bo'ladi deb o'yladim. U yerda murdalar oz bo'lsa kerak. Yozda yashab turish uchun uy ham topilar. Ko'chada murdalar paydo bo'lgani uchun shahardan chiqishga bir necha kun ketadi. Men tez-tez birovlarning kvartiralarida to'xtardim. Qiziq, hozir ularning egalari qayerda ekan? Bir kuni ana shunday kvartiralarning biriga kirib, odatdagidek biron yegulik izlay boshladim. Bunday joylarda ba'zida qurib qotib qolgan suxarik va pechenyelar topilib turardi. Ularni suvga botirib olib yesa bo'ladi. Kvartiradan chiqayotganimda stol ustida yotgan gazetaga ko'zim tushdi. Bloger avval ma'lum bo'lmagan epidemiya qurboni bo'ldi. Nima? Yuzi tanish. Max, uni bilaman. Kanaliga a'zo ham bo'lganman. Lekin oxirgi videolarni ko'rmagandim. Aytishlaricha u qandaydir yara yuqtirib olgan ekan. Mana hammasi nimadan boshlangan. Uni bir g'alati jonivor tishlab olgan. Keyin u ham hammaga tashlanib tishlay boshlagan. Uni ushlab kasalxonaga olib ketishgan. Shu bilan maqola tugagan. Atrof qorong'ulasha boshladi. Tunash uchun joy izlashga tushdim. Gazelning yo'qxonasiga joylashib uxlashga harakat qildim. Tashqaridan shitirlagan, taraqlagan ovozlar eshitilar, kimdir tinmay qichqirardi.
Shunday bo'lsa-da, bir amallab uyquga ketdim. Bugun oxir kun bo'ldi. Ertaga shahardan chiqib ketishim kerak.